قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaikum savaqlashlar. Hazır biz 22. dersini okuymiz. Bugünkü dersimizdeki yeni mezmun ilgari 2 saatlik dersimizde okup kelgan Sulasi Mazid babininki yeni babı. Biz bugün Sulasi Mazid babininki infa'ala yanfa'ilu babını okuymiz. Hem de infa'ala yanfa'ilu babida kelgan fiillarning ko'pinchisining ma'nosi qilinib ketish ma'nosida tarjima qilinadi. Qilinib ketish. Buni arab tilida biz mutava'a ma'nosida deymiz. Ya'ni mesela fataha açtı olsa, infataha olsa, infa'ala ölçümüde bu eşlip gitti deganini bildiradi. Hem de bunun mesderi infial çıkıdı. Infial. Bunun sözlükleri bugünkü tekstimizde köp uçraydı. Sizler bununla oku vaktimizde dikkat kılınlar. Ondan sonra biz dersimizi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. El-dersu thani vel ashrun 22. ders. El-muderrisu o'qituvchi hatu defatira ya ihvan. Qarindoshlar, daftarlarni akalanglar. At-tullabu yusallimuna ad-dafatir. O'quvchilar daftarlarini topshiradi. Ana lam aktubul vajibat ya ustaz. Ustaz, men topshiriqlarni ishlamadim. Vajibat topshiriq degan gap. Topshiriqlarni yozmadim. Lima nimishqa? Odatda limaza nimishqa nima uchun? Limamu nimishqa nima uchun? Amdiki bu ahırdaki ha, qanda ha. Bunu biz məşq düşündürümüz. İn kəsərət nəzzarəti fələ əstati'u an aqra'a əv əktubə. Közeynikim simketti. Fə. Şunun üçün la əstati'u an aqra'a əv əktubə. Yazanmayman ya ki okuyanmayman. Yazanmayman ya ki okuyanmayman. Uzruka maqbul. Özrünüz makbul. Kabul kılındı. Ve ayne defteruke ya Muaviye? Muaviye, senin defterin qayarida? Ana aydan lem aktub. Men muhem yazmadım. En keserat nazaratuke aydan? Sizning mu hem kuzeynikiniz simketti mu? Asli in kesera. Bununla istifhamlık elif kirgan vaqtda en kesera deb zavirlik elif gözgüreydi. Enkeserat nazaratuka aydan sizning kuzeynikiniz hem simketti mu? La inqata'atil kahriba fi mahja'ina bu'ayda salatil maghrib ve istamarra'l inqita' ila muntasafil leyl. Yaq, tok yatqımızda şam namazdan killa inqata'at üzülüp ketdi. Yevastemerrel inqita davamlaştı, üzülüp ketiş keçinin yermiğiçlik. İstemerre degen davamlaştı degen. Yenfetihul babu ve yedhulu Adnan. İşik eşlip Adnan kiridi. Lima ta'akharta ya Adnan? Adnan, nimişki kechiktiniz? İnqalabet seyyaratun fit tariq fetevaqqafel murur. Yolda maşini ölüp ketti. An murur, qızıl çıraqla to'xtab qoldi. Anqalabat sayyara ayn mashina o'lib ketdimi? Qayerda? Fil mun'ataf allazi indal jisr. Ko'rikning qishidagi do'qmushda. Mun'ataf degan do'qmush degan gap. Asalimer rukkab yo'lovchilar sağlam mı? Yani sak mı? Naam innahum salimu. Şundaq ula sağlam qaldı. Velhamdülillah Allah'a şükür. Laula fadlullahi alayhim lamatu. Allah'ın fazlı ulağı bolmagan bolsa lamatu ulab qatdı. Kanal inqilabu anifan. Örlüş qattiq bolğaydı. Anif degani mi? Qattiq bolğaydı. Fakat inhala'atil abwabu ve tekessera zucacu. İşikler inhala'at deyen gap, silinip deyen gap. İşikler o'rnidan ajrab. İşikler ajrab. Eynekler çekilip gitti. İnhala'at. İşikler ajrab ve tekessera ve
Əynəklər çəqilib getdi. İqra dərsə ya Talha. Talha dərsini oqun. İnkəsəfətiş şəmsu yevmən mətə İbrahim. İbrahimnin ölgən günüstə, yəni vəfat bolğan günüstə gün tutuldu. İnkəsəfət tutuldu. Gün tutuluş degan gap. Faqalən-nas an dedi kişilər inkəsəfət li mevti İbrahim. İbrahimnin ölümü tüpeyli inkəsəfət tutuldu dedi. Yəni Peyğəmbər Əsəlam'nınki oğlu İbrahim'ninki vəfat bolğan günüstə gün tutulğan. Vaxt kişilər deyişdi ki, İbrahim'nin ölümü üçün gün tutuldu dedi. Faqale Rasulullah dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne'ş-şemse vel-qamara ayeten min ayetillah. Gün ve ay Allah'ın möcüzlerinden iki möcüze. La yenkesifane li mevti ahadin ve la li hayati. Bir kişininki ölümü üçün ya ki hayatı üçün tutulmaydı. فَاِذَا رَأَيْتُمُوهَا Eğer sizler o ikisini kösanlar, yani tutulgan haleti kösanlar, فَدُعُوا اللّٰهَ Allah'a dua kınlar, وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ Ve namaz okunlar hatta ki içilgan kadar. Yenceliye içilgan kadar. Men İbrahimu hâzâ ya ustaz. Bu İbrahim kim? Huve ibnun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem min Mariyetil Qibtiyye radiyallahu anha. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Qibti ayali Mariye radiyallahu anha'dın boğan balısı. El-ism İbrahim gayru munsarifun huve. İbrahim degen isim o gayru munsarif mu? Naam, şundak. Lime nimişqa? Liennehu alemun a'cemiyyun. Çünkü o çet elinin xas ismi. Gayri munsarif'nin 9 sebebi de var. Bunun içindeki 2 sebep birisi alemlik, yani birisi çet ellik. Yani bu 2 sebep çoğulasa bir isimde bu ne buludu? Gayri munsarif buludu. Demek bu İbrahim degende bu alem, yani xas isim, bir şəxsinin ismi. Şundaqla bu çet el Arab dilindən sirtidən kirgan isim. Vel alemul a'cemiyyu la yansarif dedi. Alem acem bolğan isim la yansarif. Bu gayri munsarif degen gap. Acib anil esiletil atiya. Töndeki suallara cavab verin dedi. Bu tekstga asasen sizlar cavab veradigan, sizlarga tapşırıq günükme. Birincisi lime lem yektubul Hasan ve Muaviyetul vacibat. Hasan ve Muaviye tapşırıqlarını nimişki yazmadı. Lime teakhara Adnan. Adnan nimişki çıkıp kaldı. Ayna inqalabetis seyyara. Maşini qayerda ölüp ketdi. Meta inkesefetiş şems. Gün qaçan tutuldu deganga o'xshash. Mâzâ qâlen-nâs kişiler nima dedi? Bimâzâ emerenen-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem inde inkisâfiş-şemsi vel-qamar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gün ve ay tutulgan vaqtda bimâzâ emerene bizni nimaga buyurdi? İkincisi min ebvâbil fi'li thulâthiyil mezid babu infa'ala deydi. Hem de thulâthi mezid fiil bablarının qatarıdan infa'ala babı. Biz dersinin 5 sözlüğüne bunda inge fa'ala qoşulgan artıq qılıngan onunda hemzülen nun fa'din ilgiri. İn fetaha, in kesera, in qata. Fetaha açtı. İn fetaha olsa eşilip gitti. Kesera sundu. İn kesera olsa sunup gitti. Qata'a kesti, üzdü. İn qata'a olsa üzülüp gitti, kesilip gitti. Demek bununki mutava'a manisi var. Kılınıp getiş. Endi sizlar mush infa'ala ölçümüde kelgan fiillarni tekstdan chiqarasizlar. İstaxrij mined-dars al-af'al al-waridata fihi min bab infa'ala. Darsdan infa'ala babidan uningda kelgan fiillarni chiqaring deydi. Üçüncüsü teammel misal, misalni mulohaza qiling. Ondan keyin mudari ismi fa'il masdarini tövendeki fiillardan chiqaring. Mazisi inkesara, yenkesiru, munkesirun isim faile ilgiri qaydimiz boyunca chiqadi. Mudoret harfini o'rniga peşi qilgan mim nakirimiz, oxirining ilgiri harfini zir qilamiz. Munkesirun ismi fail. Bunun masdari infial ölçümüde inkisar chiqadi, sunib ketish.
İnfetaha eşlip ketdi. Mudarrisçu yenfetihu. İsm fail munfetihun eşlip ketkuchi. İnfitah eşlip ketiş masdar. Mushu qoida bo'yicha qolgan chiqishlar bu sizlarga topshiriq. İnqalaba o'lib ketdi, inqata'a uzilib ketdi, insarafa qaytdi. Qaytdi. Bunun onda mutavva ma'nosi yo'q, ha? İnşaqqa ayrılıb chiqdi, ha? Bir bo'lak jamoatdan bir bo'lak jamoat ayrılıb, bo'linib chiqqan bo'lsa, buni inşaqqa deymiz. Bundan ism fail munshaqqun chiqdi, ayrılıb chiqquvchi. İncala aşkara bo'ldi. Aşkara bo'ldi. Ya'ni echildi. Kunning eşlishi, oyning eşlishi. İncala, yanjali, munjali ism fail. Buningki masdarchu injilaun. Aslisi injilaun, infialun o'lchimiga tushadi. To'rtinchisi infaala babi ifodalaydi, mutavvaani ifodalaydi. Bo'ysunish degan gap asli ma'nosi. Deysiz, ishni ochdim, fanfataha. Eshilib ketdi. Ya'ni bo'ysib qanaq ketdi, eshilib ketdi. Tandagi misollar muloyiza qiling, ondan keyin komirini to'liqlang deydi. Diqqat. Misala fatahtul bab, ishni ochdim. Infatahal bab, eshik eshilib ketdi. Kasaratul kub, stakanni sundirdim. İnkasaral kub, stakan sunib ketdi. Qata'tul habla, ag'amchini uzdim. Inqata'al hablu, ag'amcha uzilib ketdi. Qalabatul kitab, kitobni o'ridim, ya'ni varaqladim. Inqalabatil kitab, kitob o'lib ketdi. Hazamal muslimunal kuffar, musulmonlar kofirni mag'lub qildi. In hazamal kuffar, kofirlar mag'lub bo'lib ketdi. Fa'ala mutawi' in fa'ala kama ra'aydi. Ya'ni fa'alaning mutavisi, ya'ni qilinib ketadigan shakli in fa'ala. Kama ra'aydi, xuddi siz ko'rgandek. Ammo fa'alaning mutavisi bo'lsa tafa'ala. Tafa'ala. Endi misol muloyiza qiling, undan keyin komirini to'liqlang deydi. Masalan, kassartu zujaj. Kasara bo'lsa sundi, kassara bo'lsa sundirdim, ha? Aynakni sundirdim, takassara zujaj. Aynak sunib ketdi. Qata'tul habla. Ag'amchini kesdim, ya'ni kassaran yana bir ma'nosi pach-pach qilyaptim degan gap, ha? Aynakni pach-pach parchalayotdim. Takassara zujaj olsa aynak pach-pachlab ketdi. Qata'tul habla, ag'amchini qatta'tul habla, ag'amchini pach-pach kesyaptim. Taqatta'atul habla olsa ag'amcha pach-pacha kesilib ketdi. Shunchalik farqi bor. Endi inkasaran oldiga istifhom bo'lgan alif hamza kirsa, ankasara bo'ladi. Ankasara. Sim ketdimi? Agar hamzatul istifhom infa'alaga kirsa, tashlandi, uningdan hamzatul wasl tashlanadi. Ya'ni o'zining hamzasi tashlanadi. Bu qoida. Buni tushungan bo'lsanglar, tuandagi kirgizib boqinglar. Tuandagi jumlaga hamzatul istifhomni kirgizing deydi. Mashina o'lib ketdi. Endi mashina o'lib ketdimi? Deymiz, anqalabat sayyara. Infataha babul mat'am. Oshxona ishga ochildi. Oshxona ishga ochildimi? Inhazamal mushrikun. Mushriklar mag'lub bo'ldi. Mushriklar mag'lub bo'ldimi? Aslama abuk. Aslama abuk. Dadingiz musulmon bo'ldi. Endi dadingiz musulmon bo'ldimi? Yettinchisi infa'ala babining tuandagi misollarini muloyiza qiling va uningdagi modi, mudori, ism fa'il, masdarni muayyanlashtiring deydi. Hammasini tepib chiqsizlar. Ya'ni infa'ala babining mushtaqlarini. Mushtaq deganimiz uningdan turinib chiqqan ism fa'il, ism maf'ul masdarlarni ko'rsatadi. Birinchisida waqa'al kubu 'alal ardi wankasara. Stakan yerga tushib sim ketdi. Inkasara infa'ala babining qanday mushtaqi? Fi'l madi shakli. İkincisi hadal babu la yanfatih. Bu eshik ochilmaydi. Udkhul min al-babil akhar. Boshqa eshikdan kiring. Buningdagi infa'ala babidan kelgan fi'lni topsizlar. Tanfati anvaru shawari' fi as-sa'ati al-khamisati sabahan. Yo'lning chiroqlari o'chidi atdigan soat 5 da.
Sebebu inqilab as-sayyarat infijar ihda ajalatiha. Maşinning o'lib ketish sababi uning choxininki birisining etilib ketishi. Infijar degan gap etilib ketish, portlab ketish degan gap. Uning choxisining birisining portlab ketishi maşinning o'lib ketish sababi. Endi bunda infaala babidan kelgan pillarni topsizlar. In hazamal mushrikuna fi g'azvati Badr. Mushriklar Badr urushida mag'lub qilindi. Taharraja fil ma'had al-'am al-munsarim bid'atu wa 30 taliban deydi. Safar al-fariq al-munhazim. Endi bulardan infaala babini kelgan pillarni topsizlar. 8-incisi inkasafatish shamsu yawman mat İbrahim dedi. Bu tekstda chiqdi shundaqo. Bu yerdagi mat İbrahim degan gap mudofun ilayha. Bu yerdagi yawm mata. Bu yerdagi mat İbrahim o yawmga qanday qilingan? Muzafun ilayhi bo'lgan. Muzaf ilayhi bo'lgan. Unda bo'lsa bu mat İbrahim nimelik o'rinda, muzaf ilayhi bo'lsa zirlik o'rinda. Yani yawm mudaf mat İbrahim'nin buludu muzafun ilayhi. Bu yerda shunda bir qoida chiqdiki, bir cümlemini bulalaydı, mudafun ilayhi buladı. Pillik cümle mudafun ilayhi bulalaydı. Bunun misalları köp. Mesela safartu yawma zaharatin nata'ij. Natija ilan qilingan, yani zahara degan gap oshkora bo'lgan degan gap. Natija oshkora bo'lgan kunisi safar qildim. Bu yerda mo yawm mudaf zaharatin nata'ijning buludu mudafun ilayhi buladı. Maridtu yawma zara al-vazirul jami'a. Minister universitetni ziyorat qilgan kunisi kasal bo'lib qoldim. Bu yerdagi yawm mudaf zar al-vazirni bo'ldi mudafun ilayh. Wulidtu yawma mata jaddi. Bovam o'lib qolgan kunisi tug'ildim. Buningdimi mata jaddi mudafun ilayh bo'ladi. Qur'on Karimda hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Bu jumladami yanfa'u mudafun ilayh bo'ladi, yawm mudaf bo'ladi. Yani yawm mat İbrahim onun takdiri yawma mevt İbrahim. Yawma mevt İbrahim. Demek bu fiil madinin nima takdir qilinadi? Bir masdar takdir qilinadi. Yawma mevt İbrahim'di. 9-si laula fadlullohi alayhim lamatu. Endi biz lavlani tushuntirib bo'lgana harf al-imtina. Bu harf imtina yani cheklanish harfi ya cheklanish bo'ladi yoki bo'g'anlik uchun cheklanish bo'ladi. Masalan, laula fadlullohi alayhim lamatu desam Allah'ның fazli bo'lmagan bo'lsa ular o'lib qoldi. Demak, Allah'ның fazli bo'ldi, ular o'lib qolmadi. Demak, bu yerga shart bo'lganligi uchun shartninki bu yerda bo'lganligi uchun bu yerdagi javobninki yuz berishidan qanday qildi? Cheklanib qoldi. Javobning yuz berishini cheklanib qoldi. Yani ulashdan iborat bu javob yuz bermadi bu yerda. Lavla harfi imtina li vujud. وتدل على امتناع الجواب لوجود الشرط deydi oyna. Şartning bo'lganligi uchun javobninki bo'lmasligi deb tushunsangiz, javobning bo'lmaganligiga dalolat qiladi. Masalan, bu yerda Allohning fazli bo'lmagan bo'lsa ul ulab qoldi. Demak, Allohning fazli bo'ldi, ul ulab qolmadi. Bu yerda Allohning fazli iborat fadlulloh degan shart bo'ldi, balki matu degan javob yuz bermadi. Ulab qoladi degan javob yuz bermadi. Laulal hava'u lahalakan nas. Havo bo'lmagan bo'lsa kishi o'lib qoldi. Demak, havo bo'ldi, kishi o'lib qolmadi. Ay wujidal havo falam yuhlikan nas. Ya'ni havo bo'ldi, kishilar halok bo'lmadi. Va ta'ti lawma aydan bi hadal ma'na. Va lawma ham mush ma'noda keladi. Lawma lawla degan ma'nosida keladi. Endi al-ismul waqi'u ba'daha mubtada hudifa khabaruhu deydi. Endi lavladin keyin kelgan lavlal havo, lavla fadlulloh degan lavladin keyin kelgan ism, undan keyin kelgan ism mubtada uning xabari tashlanib ketgan. Masalan, lavlal havo desak bu mubtada bo'ldi. Uning xabarichi taqdiri lavlal havo mavjudun. Bu tarjimamizda chiqib qoladi. Havo bo'lmagan bo'lsa, bo'lmagan degan gap mavjudun degan gap bu yerdan tashlanib ketgan. Demak, bu mubtada, buning xabari tashlanib ketadi jumlada. وقد تأتي بعدها أن واسمها وخبرها deydi. Ba'zida u lavladin keyin keladi anna va uning ismisi va uning xabari. Laula annani maridun la safartu ma'ak. Agar men kasal bo'lmagan bo'lsam, siz bilan safar qildim. Laula annani maridun la safartu ma'ak.
Anna onunki ya degan ismisi, maridun degan xabari birga keldi. Ve cevabuha al-musbatu yaqtarinu billah. Endi lavlanınki cevabı. Lavlanın cevabıga musbat bo'lgan javobiga lam agishib keladi. Masalan, laula antum lakunna mu'minin. Agar sizlar bo'lmagan bo'lsanglar biz mu'min bo'ldik. Laula antum yoki shart lakunna mu'minin. Biz bu yerdagi lakunna ne bo'ldi? Javob. Bu musbat bo'lishliq bo'lg'achqa buningga lam agishib keldi. Lavlaning boshqa misollarini tuting. Laula al-ikhtibaru ma hadartu al-yawm. İmtihan bo'lmagan bo'lsa bugun kam etdim. Endi bu yerdagi laula al-ikhtibar, ixtibar shart oldu. Cevabı şu, ma hadartu al-yawm. Bugun kam etdim. Bu yerdagi javob bo'lishsiz bo'lg'achqa lam agishib kelmadi. Laula ash-shamsu lahalakatil ard. Agar kun bo'lmagan bo'lsa, zamin halak bo'lib ketdi. Endi bu yerdagi kun bo'ldi, zamin halak bo'lmadi. Ash-shamsu shart oldu. Cevabı şu, halakatil ard. Bo'lishliq bo'lganligi uchun buningga lam agishib keldi. Laula al-haya'u la bakayna. Hayat olmagan bo'lsa, yig'laydik. Laula al-haya'u la bakayna. Haya olmagan bo'lsa, haya bo'lmagan bo'lsa, yig'laydik. Laula annaka musta'jilun la da'awtuka ila al-bayt. Agar sen oldirmagan bo'lsang, seni uyimga chaqirdim deganga o'xshash. Akmil ma yali tuandakilarni to'liqlang. Endi bu sizlarga topshiriq. Laula al-ilm. Ilm bo'lmagan bo'lsa qanday qildik? Laula al-islam. Islom bo'lmagan bo'lsa qanday qildik? Laula annaka mrid. Sen kasal bo'lmagan bo'lsang, laula annal barda shadid. Havo sovuq bo'lmagan bo'lsa, demak hammasida shart bor, javob yo'q. Buningga muvofiq javobni o'qiysizlar. Agar javobni bo'lishliq shaklda kelsanglar, buningga lam birga keladi. Agar bo'lishsiz shaklda kelsanglar, lam kelmaydi. 10-si men İbrahimu hada. Qaranglar, bu İbrahim kim? İbrahim degan bir alam, xassim degan ism ishorat keldi. Bu xassim degan qoida, xassim degan ism ishorat kelsa, bu ism ishorat bu xas ismning sifati bo'ladi. Sifati bo'ladi. Bu yerda hada İbrahimning na'tisi deydi. Yani sifati. Yakun ismi ishara na'tan. Bo'ladi ism ishorat sifat bo'ladi agar alam degan kelsa. Avil muarrafi bil idafa. Yoki idofat bilan iniqlangan ismdan keyin kelsa. Masalan, men hamidun hada, bu hamid kim desak, xassimdan keyin kelgan ism ishorat bu hadaning bo'ladi, hamidning sifati bo'ladi. Arini sa'ataka hadhihi. Mana bu soatingizni ko'rsating. Endi bu yerdagi soat mudab bilan qanday qilinqlik? Iniqlanqlik. Demak, mudabfun ilayhi bilan iniqlangan bo'lsa-mu, uningdan keyin ism ishorat kelsa, bu hadhihi soatning nima bo'ldi? Sifat oldi. Liman javoz safari hada? Bu pasport kimning? Bu hazamu javoz safarining nima bo'ldi? Sifat oldi. Amaftuhatun ghurfatul mudarrisina tilka. O'qituvchilarning yotiqi ochiqmi? G'urfininki tilka mavsuf ve tilka g'urfining nimasi oldi? Sifat oldi. Qur'on Karimda izhab bi kitabi hada falqih ilayhim thumma tawalla anhum. İzhab bi kitabi hada. Bu mening xatimni ebba. Bi kitabi ya bilan mudafun ilayhi bilan iniqlandi bu kitap degan so'z. Iniqlanib bo'lgandan keyin yana hadaning kelganligi bu hada kitobning nimasi oldi? Sifati deymiz. Demak, xassimdan keyin ism ishorat kelsa yoki mudofun ilayhi bilan iniqlangan ismdan keyin ism ishorat kelsa, bu ism ishorat bu xassimning yoki mudofun ilayhi bilan iniqlangan ismninki sifati bo'ladi. Birinchisi limah. Hadihi ha'us sakt. Endi bu yerdagi limahdagi tekstimi chiqdi o. Bu ha'us sakt. To'xtashning hasi. Nima uchun keltirildi? Va yu'ta biha fil vaqti. To'xtagan vaqtda uni keltirildi. Xuddi Alloh taolaning so'zidagi va ma adraka ma hiya. Aslan va ma adraka ma hiya deb oxirida ha'us sakt kelgan. To'xtagan vaqtda. 12-si inna ash-shamsa wal qamara ayatan la yankasifan. La yankasifan tutilmaydi u ikkisi. Bunun tagidagi u ikkisi deganiga damirni qaytadi, shams bilan oy qaytadi. Ad-damir yankasifandagi qaytadi shams bilan nimaga? Qamarga. Endi qaranglar, shamsi oyollik, qamar shu erlik. Ammo bu yerda yankasifan deb erlik shaklda fe'l ekeldi.
O ikkisi muannas ve muzakker. Muannas ve muzakkerge erlik şekilde keldi şunda o. Vaci'e bil fi'li bi sigatil muzakker tagliben deydi. Keltirildi erlik kurulması bilen fiil tagliben deydi. Bu işini galip kılgan halatda demek çoğunu. Şemsideki kamerindeki muzakkerini galip kılıp durup. Endi bu nim degan gap deganda odatda biz o'g'il va qiz, erlik va ayollik teng ikki ismga fe'l ishlatmoqchi bo'lsak yoki ismi ishorat ishlatmoqchi bo'lsak, biz erlikni tag'lib qilib turib, erlik bo'yicha muomala qilamiz. Yug'allabu degan gap g'olib qilinadi degan gap. G'olib qilinadi erlik ayollikning ustiga. Masalan, abnai, o'g'illarim va banati, qizlarim. Demak, endi bu yerda o'g'illarim va qizlarim bo'ldi. Yadrusuna bil jami'a. Universitetda o'qiydi. Endi arab tilida fe'llarning erligi bilak, ayolligi bilak. Endi o'qiydi degan fe'lni endi o'qiydigani o'g'lim o'qiydi, qizim o'qiydi akamakchi. Endi bu o'g'lim rioya qilib erlik bo'yicha kelamdim yoki qizim rioya qilib ayollik bo'yicha kelamdim. Buni arab tili qoidasi bo'yicha erlik shaklda kelamiz. Chunki erlik arab tilida qoida yughallabul muzakkar ala muannas. Erlik ayollikqa g'olib qilinadi. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَدْعُوا اللّٰهِ. Agar sizlar o ikkisini ko'rsanglar, qaysi ikkisini? O yerdagi oy bilan kunning tutilgan ikkisini. Allohga duo qilinglar. Bu yerdagi hal mahzuf. Bu yerda bir holat bor. O ikkisini ko'rsanglar, oy bilan kunni ko'rsa, qanday holatda ko'rsa? Tutilgan holatda ko'rsa. Endi tutilgan holatda degan shu holat bu yerda tashlangan. Bu yerdagi hal tashlangan. İz, chunki bu yerdagi taqdiri kalamninki فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا مُنْكَسِفَيْنِ. Tutulgan halatı ko'rsanglar. Munkasifeyn degan bu holat bu hadisda tashlangan. Demak, shundoq tashlanadigan holat tashlanadigan ahvollarmi shu bor. 14-si vasallu hatta yanjaliya. Namoz o'qinglar echilgan qadar dedi. Nima echilgan qadar? Kun tutulush, ha? Kun tutulush. Kun oy degan ikkisi emas, tutulush echilgan qadar. Bu yerdagi tegidagi damir tutuluşqa qaytidi. Yanjilining fa'ili damir mustatir. Yushurun damir qaytidi kusufqa, tutuluşqa qaytidi. Bu siyaqdan mafhum, siyaqdan tushunilgandek. Siyaqdan tushunilgan kusufqa qaytidi deydi. 15-si adkhil kull kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufida deydi. Tuandagi hamma so'zni foydali jumlaga kirgizing. İnfetaha eşlip ketdi, inkesara sonup ketdi, inqalaba ölüp ketdi, tekessara paç olup ketdi, lavla degan gap harfi imtina. Unda bo'lsa, arkadaşlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.